Tak, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizlar Yüksel kompaniyasidan Wi-Fi routerlarimiz geldi. Bunun afzalligi 2000 uyi yaqin bir Yüksel Witch'ine yaqin bo'ladigan bo'lsa, o'sha routerdan bir dana oladigan bo'lsangizlar, qaranglar, masalan, buning arqi hukumatning Wi-Fi routeridan buning afzallik tarafi. Buna bir dana power bank takıp gitaverasiz. Darabo gitasizlarmi farqi yo'q. 5G, 6G O'zbekistonda yo'q, lekin 5G, 6G buning ichida bor. 1,5 million bir marta sotib olasizlar, bo'ldi. 1 yil mut uchun sim kartasini pul solmaysizlar. O'zingiz spesial sim kartasi bor, 200 ming so'mlik. Pasport bilan kelsangiz, men shuni 1,5 million ichida masalan taqlab beraman shu yering o'zimda. Pasport bilan kelasizlar, bo'ldi, tamom. 1 yil sotib olasizlar 1,5 million ichine. Bo'ldi, uchun pul solmaysizlar 1 yil davomida. Bu narsa Wi-Fi router o'zingizda haq ketadi. Keyin nechatamiz 1 yil tamom bo'lgandan keyin nechatamiz deydigan bo'lsangizlar, xohlasangizlar 60 ming so'mlik, xohlasangizlar 70 ming, xohlasangizlar 100, 150 kimning ishlatishini qarab limitli bo'lib ketadi. Lekin xohlasangizlar agar 200 likni o'zini ishlataman deydigan bo'lsangizlar, bez limit bo'ladi. Bizning qo'llamizda danli momentda bor bu narsa. Kelaverasizlar.